Salom obunachilar, bugun biz ko'rib turganingizdek mashinalarni sinovdan o'tkazamiz. Qani ketdik, bo'lmasam videoni boshlaymiz. 1 2 birinchi mashinamiz. Ko'rib turganingizdek bu mashina BMW mashinasi. Qani bu o'yin juda ham zo'r. Kommentga yozib qo'yaman, kommentga emas, endi video tagiga qo'yib qo'yaman, ko'ringlar. Mana bu o'yin juda ham zo'r. Hattoki xohlagan narsangizni bosib o'tsangiz ham bo'ladi. Endi buni sinovdan o'tkazishimiz kerak. Qani ketdik. Mashinaga minay. Ketdim. Keyin kamerani bosasizlar, agar tushunmasanglar o'yindagi mashina yurmasa, mana ignition degan narsani bosasizlar, keyin bir bo'ladi. Mana bitta bossanglar bo'ldi, keyin mashina haydab ketadi. Horn qiladigan bipillata. Agar bitta joyga urib ketsangiz, mashinangiz darrov sinishni boshlaydi. Ko'ryapsizlarmi? O'yini sinib ketdi o'zi. Ana endi mashina ahvolini qaranglar. Qani keyingi mashinaga olamiz. Ana olib olamiz hozir. Mana qaysini olsam ekan? Mercedes olaylikchi. Bu oldingi zamondagi Mercedes va BMWlar. Yana bunaqa emas-ku deb o'tirmanglar. Oldingi zamondagida xullas. Qani demak buni ham sinovdan o'tkazamiz. Xuddi shunaqa kamerani bossalar mana deb qoladi. Yoki mashina turganda bunday qilsalar bo'ladi. Oldini ko'rib turish uchun. Qani biz ketdik. Ignition bosing. Iltimos obuna va like bosing. 122 tamiz, rahmat. Lekin 130 ta bo'la olamizmi? Iltimos. Hozir uyga urilamiz. Qani sinarmikan, sinmasmikan? Hozircha uncha emas. Nersa mana ekan. Endi bunisi esa o'zi oladigan mashinamiz. Endi hamma tanigandek Lada. Ko'rinsa Jiguliga ham o'xshab ketaman. Ko'k Jiguli ishlatadi o'sha. Xollasda. Qani minaylikchi. Buni ham ancha sinash kerak. Ignition'ni bosamiz. Qani ketdi. Wow, zo'r ekan, ovoz chiqarmas ekan. Qani bitta joyga urilib ketaylikchi. Ko'rishingizdek mashinamiz sinmadi, lekin oldilar sal pesaygan. Mana o'sha ham mana bo'lgan. Bibillat yotibdi o'zidan o'zi. Ana eshik ochilmay qolibdi. Nima bo'lib qoldi? Bug bo'lib qoldi. Hozir to'g'rilayman. Bo'ldi, to'g'rilab oldim. Endi mashinaga qaranglar. Xullas, bu o'yin juda ham zo'r. Anaga yozib qo'yganman tagida, o'shanda toparsizlar. Shep degan mashina ekan. Faqat biz o'zimiz taniydigan mashinalarni qilaylikchi.
Ford. Wow. Bien zo'r. Buni qildik. Motorbike. Nima edi? İngilizce o'rganib o'zbekcha esimdan chiqib ketibdi bolalar. Hozir ketdik. Iktion haydaymiz. Hayda. Ko'rib turganinglardek men sakrab olmadim. O'zidan o'zi sakralib ketdi odamim. Nima haydalmaydi? Shunaqa videolarni chiqarish ismini xohlasanglar 130 bo'laylik va kommentga chiqaring deb yozib qoldiringlar. Bu birinchi qism edi, ikkinchi qism ham chiqadi. Qism emas, o'zi. Qani keyingi mashina olaylik xolos. Mana shu mashinani kim qanaqa mashinaga o'xshatdi? Men Nexia 1 ga o'xshatdim ko'proq. Chiroyliroq ekan. Hozir borib bitta mashinaga urilamiz. To'g'ri ishlaymiz. 1, 2, 3 ketdik. Mashina tiqilib qoldi bitta joyga. Bor tiqilmayapti. Hattoki mashinamizdan tutunam chiqib ketadi. Bitta joyga qattiq urib ketsangiz hayotdagi deymiz. Bu mashinaga uncha menga yoqmadi. Shunga mashinaga dasturdan bo'laman. Endi keyin mashinani olaylikki. Karus olaylik. Hiç olmagan ekan avtobus. Wow. Avtobus mashinasi shek bo'ladi. Negadir eshik ochishni bilmayman. Qayerdandir ochishim kerak. Menimcha qayerdandir ochishaman. Nima avtobusga? Bilmayman, avtobusim qotayapti lekin. Endi o'tirdi. Geçer maşına batırayım. Böyle bir şey maşına bir dakika. Şu hafta olacağım ya. Ne kereyken mi? Şimdi gidemem şimdi. Vay. Şu yok. Yok şu böyle değil. Yok şu. Kinolarda ko'rgan da bo'ladi. Tiqilib qo'yadi. Keyin mana yoqqa chiqadi hind kinolarda.
Chiq vataniga. Qop ketdim. Balkim ichkaridan o'tchi bo'lar. Nima dedilar? Ana bir yo'lan chiqib oldi o'zim. Yo, mashina o'g'irlaydi. Baba, kimga mashina o'g'irlaydi? Uxlat. Mashinaga uxlaylik. To'g'risini aytsin. Hayır, bo'pti, mashina uxlaylik. Mashinaga uxlaylik, mashina meniki endi. Hazil. O'z mashinasini o'g'irlab qo'yishlar. Men deymish tugadi. Qaysi tugamadi hazil. Kimga songan bo'lsa ham. Просто qotib qoldi. O'z men demak hammaga xayr. Bugungi video tugadi. Bilmayman. Nimagadir bu yerlar anib qoldi. Qotib o'yin o'zi lekin umuman bo'lmasdi. Hamma joy suv bo'lib ketdi. Bilmayman, suv to'lib ketdimi nima? Bo'pti, xayr. Like va obuna bo'lgan bo'lsanglar katta rahmat. Videoni joy